O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksining 100-moddasiga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan mansabdor shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan elektr va issiqlik energiyasini behuda sarflash, ya'ni elektr va issiqlik uskunalarini zarurat bo'lmagan holda to'liq foydalanmaslik yoki ishlatib qo'yish holati uchun kunning yorug' vaqtida yoritish chiroqlarini foydalanish, behuda foydalanganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobardan 20 barobar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agarda mazkur qoidabuzarlik holati 1 yil davomida takroran sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobardan 35 barobar miqdorida jarima solinadi. Bu kabi qoidabuzarlik holatlari avvallari Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'z energiya inspeksiya xodimlari tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, endi ushbu huquqbuzarlik bo'yicha bayonnoma tuzish vakolati Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'linma inspektorlari hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy inspektorlari tomonidan ham rasmiylashtiriladi. Ogoh bo'ling. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi.